ko'ryapsizlar. Sodiq polvon avtomashinaga tashladi. Telegram guruhlarda takani poychasida ip ko'rindi, to'g'rimi? Bosib kelayotgan holatda ham, undan keyingi holatda ham. U holatda bir narsani aytib o'tishim kerak. Pastki marraga, o'sha marrani avtomobilni borishiga qarab bosib borayotgan Dilshod polvonni takasiga chetdan tortadigan polvon xatbak soldi. Xatbakni ololmagandan keyin tortib, Dilshod polvon takani ip bilan pastki marraga tashladi ipdan, lekin Dilshod ushlagani yo'q. Ana undan keyin yuqoriga qarab avtomobil jintira solimdatadik. Sodiq polvon takani oldi, taqimga bosdi, takani poychasida ip turibdi. Bu holatda biz otvoz takani poychasida ipingni olib qo'y degan narsani aytishimiz mumkin, to'g'rimi? Qancha kilometrdan otib kelgan. Bu holatda polvonni biz aybsiz deb topib, to'y egalari bilan maslahat qilib, Sodiq polvon marrada butun marra bosib kelib, o'sha takani avtomobilni tashlaganligi uchun ipni, xatbakni Mirsodiq solmaganligi uchun marrasini halol qildik. Bu siz bilan bizga maydonda bo'ladigan holat, ishlaydigan holat, namgarchilik bo'lgandan keyin chetdan tortadigan polvonlar diqqatiga. Ip sop takani tortmang. Zo'rmisiz? Taqimdagi takani ikkita poychasi bor, oshiqlari joyida takani. To'yda